Bir yigit kelib payg'ambarimiz alayhissalomga otasidan shikoyat qildi. Ajablanmang azizlar, bizni diniy idoramizga bir oyda bir marta bo'lsa ham otadan shikoyat qilishlar keladigan bo'lib qoldi. Otasidan shikoyat qilib Rasulimiz alayhissalomning oldilariga bordilar. Shikoyatini qarang, aytdilarki, kelgan yigit: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, otam meni topib kelgan hamma molimni ishlatib yuboryapti" dedi. Butun moli dunyoyimni ishlatib yuboryapti. Bunga haqqi bormi dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, otangni chaqirib kel. Borib otasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqiryapti deganlarida ota bechora bildiki, uni haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilibdi. Endi bir tasavvur qiling-ya. Butun dunyolarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambar alayhissalomga o'z o'g'li bo'lib otasini ustidan shikoyat qilishlik. Qanchalik darajada og'ir ota uchun. Otasi o'g'liga "Sen ketaver, men orqangdan boraman" dedi-da, orqasidan ketyapti. O'zlari shoir, tabiat inson bo'lgan ekanlar. Bolasini orqasidan ketayotib, ichida bolasidan shu darajada ranjiganidan o'g'lidan ranjib bir she'r yozib yoribdi. She'rni tiliga ham chiqarmagan, baribir bolasini ehtiyot qilib. Faqat dilidan o'tkazibdi, qalbidan o'tkazibdi. Ayni shu paytda Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalomga tushib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizga Alloh taolo salom aytadi. Hozir siz oldingizga bir mo'ysafid odam kelyapti. Shunga ayting, sen ichingda kelgan ammo tilingga chiqarmagan narsani aytib ber" deb so'raysiz dedilar. Haligi odam keldi, o'g'li turibdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam undan o'g'li